Bizde biz tonuyumuz. Rahmet aka. Bekliyoruz. Biraz versen sen. Ben birime uyumdan bir eğiz uyunun açıkçası verdim. Bulayım anlama. Bu kimki desem selametinle Xilil Xoraz'dan avladı Xoraz'daki Xoa. Kaş gözünle bek yaraşkan Gazi Ahmet sızganda. Dum bu da dap ilonmasılığa. Bir güne. İşekten orada hangrap yat. Ha? Şu iki oğlum yani Şer Alican, Abliyarcan bu işkeyden aktif buldu. Küldür küldür elini güldürer. Görüvatqınыңlar, Abide yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abide şirketi tajdarlığıdaki Abide Küldür Küldür programımızı. Programımızı Canan Haçkuçularını bazağı sağan Şinjan Canan Pen Texniki Import Export Çeklik şirketi alohida talep kılgan. Programımızı Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Xalqara Savdo Çeklik şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Tabassum Elektron Pen Texniki Çeklik şirketi Küldür Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, toңlatqu, kralgı qatarlıq aile elektr üskünleri bilen mukapatlaydı. Tepetede. Hay. Canaklı dost. Mehmetcan kana? Ben bu yerden. Sen benim ispatsa? Abiden muzdakisi tekim peyzi. Bilmemse? Benim öyle boşluk iskidem de. Ya abiden istikçip sağam mı ya? Ben abiden muzdak durup muzdak içip bakay deyim. Ulan muzdak buldu. Sen? Abiden sersen oldu ki? Soğuk geçip gitmesin. Hadi kalayım. Abide soda suyunun lezzetini muzdek içkendi bilesiz. Ay. Ben Mehmetcan. Akini oturunglar ballarım. Çin kaçtıranın tuz boğuç kep kaldыңlar o soğudluklar tügüdü ma? Hazır tügüdü apa, hazır tügüdü. Nimda çıraylık tuz aldınız apa. Karama Kırıstan'ın çıraylıkıga. Oy, mügeller altıma nime bununki. Apa, kaya aldınız bu ne? Şinjan Canan şirketinin yenidən importqa bazaq sağan Kırıstan yürüştügüge. Pek çıraylık ha? Ondaqda mən apamğa da bu qitimlik yeni uyumuzga muş Cananның Kırısallardan asaq boğuda ekan. Oy, naqmışı boldu ki acımamışı. Hatırlayacağım bulan kızım. Kudam bilen ikimizce sizlerin yeni uyumlarını bir yürüş setip aldık. Vay, Özan'ın apısı da Özan'ın apısı. Öydü mü Canan? Yenemde mi Canan dana apa? Yeni gep tanışmaya başladım. Hani kızım meyvelerden ağaç oturun. Moşu meyvelerden obdeni banan, Çin'i kaçılarının obdeni Canan gelmez mi? Öy gelmesen Canan, botundan aldı bolsan yaman dep çıkar. Canan yürüşlük qaçquçuları. Zakı bilen yürgen ber jigit hemmenin dikkat merkezi boldu. Hemme hayran has kaldı. O jigit dedi ki, annanla keyimiz aksi, hani şundaq rahat, hayran buluş bir hacet. Annanla bu vaqtla keyimiz aksi. Pulunuzda tejimekçi bolsanız, Molligirin Abdol'unu işiltin. Çünkü Molligirin Abdol'u pul tejaydigan Abdol. Mas'uliyetçen kişilerin tanlışı Molligirin Abdol. Telefon ve öndeder 13 5 tane 9 75 75. Hakiki import kılıngan Abdol Molligirin. 欢迎大家收看阿必得快乐100%栏目，我是节目主持人热米拉，我是主持人买买提江，欢迎大家的到来。欢迎。 Hürmetli aziz mehmanlar, televizyon ekranı aldırdı ki Abide Küldür Küldür programımızın kızgın görünmeleri, el kalbinin çonkur orun algan sanatkar bağlıqçı ustazlar. Ben Abide Küldür Küldür programımızın riyasetçisi Mehmet Çağrı Said'in hemminlağı sig'inish salam, Ali ihtiram. Salam programımızı izcil qo'llab kelayotgan san'at suyar karxanchi do'stlar. Salam ekran oldidagi Abide Küldür Küldür programımızın qo'llovchilari. 4-chi qarar Abide Küldür Küldür programımızın riyasetçisi Ramila Yüzendin hemminlağa sig'inishli salam. Hammamizga ma'lum bo'lganidek Küldür Küldür programmasi Markaz Abdunum rayonining turlik afzal siyosatlarining turkisida maydonga kelgan. Abdunum rayonlik teatrchilar jamiyati bilan Qo'rg'as Rishin Tianshan madaniyat tarqitish cheklik shirkati va Xinjiang Eiffel madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiangdagi eng cho'ng komediya sahnasidir. Bu programma güzel eslimelerge tolgan aldığınki 3 kararlılık musabısını galbilik besip ötüp, xalqqa yaqin buluş, turmuşqa yaqin buluş prinsipi bo'yicha özlüksiz yenilik yaratıp, her millet xalqining ma'naviy madaniyatini beyitib keldi. Biz yaqinda ichilgan partiya 20 qurultiyi va markazning Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish siyosatining kuchli ruhiy va parlaq nuri ostida texnik hayratga kelib, san'at suyar karxanchilarimizning qizg'in qo'llashi bilan 4-chi qarar Abide Küldür Küldür programmasini suratga olyapmiz.
mən muşu xuşallıq damlarda programma qrupumuzdagi barlıq xadimlarga vakalatan programmamizni qo'llagan barlıq do'stlarga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xo'sh, tavanda biz 4-chi qarar Abide Küldür Küldür programımızdaki hürmetli sazavor ustozlari bilan tanışıp o'tamiz. Abdunum rayonimizning televiziya ishlari uchun o'zining bir kishilik aslini qo'shgan. Xalqimizga nurg'ulg'an esil san'at kechiliklari va nodir programmalarni ishlab, elga tunilgan atoqli rejissor Nijat Niyaz. Qarşalımız. Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrining atoqli aktyori, dаңlıq naqshchi, el söygen sanatkar Abdulla Abdurim ustoz, xush keldingiz. Qarşalımız. Özünün yumoristik etotlari va komediyalik obrazi bilan elga tunilgan ko'p qirliq sanatkar Şinjan Sanat Yurti Opera Teatr o'mikining dаңlıq aktyori Xalmurat Ömer ustoz. Xush keldingiz. Qarşalımız. Xo'sh, tavanda biz Abide Küldür Küldür programmasini izchil qo'llab kelayotgan korxonchi do'stlarimiz bilan tanishib o'taylik. Mehmet Akam ushbu xushalliq damlarda shuni bir ta'kidlab o'tishni loyiq topdim. Küldür Küldür programmamiz yo'lga qo'yilib, mana bugun biz sharaf bilan 4-qarar Abide Küldür Küldür programmamizni suratga elyapmiz. Bu jarayonda bizni izchil qo'llab kelayotgan korxonchilarimizga minnatdorligimiz va mushu korxonchilarimizning qo'llashi bilan bizning programmamiz mana mushundaq suratga elinyapti. Xalq intayin yaxshi ko'radigan, keng ko'rmanlar qo'llaydigan mana mushundaq Şinjandagi eng chong komediya sahnasi bo'lib qoldi. Mush fursatda barliq korxonchilarga yana bir qayta rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Mamlakatlik Savdo sanatchilar birlashmasining ijroiy hay'ati, Abdunum rayonlik Savdo sanatchilar birlashmasining muavin raisi, Şinjan Abida shirkatining lideri Mutallib Nurmamat. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Şinjan Canan Fen Texnika Import Export Çeklik şirketinin lideri Meryem Nisa İmin. Qarşalımız. Şinjan Annana Xalqaro Savdo Çeklik şirketining baş direktori Elshad Nasriddin. Xush keldingiz. Şinjan Karvan Mablag' Silish Çeklik şirketi Molligirin Siliqlash maylarının devletimizdeki baş vakalatçısı Lutfullah Azat. Qarşalımız. Şinjan Tabassum Elektron Fen Texnik Çeklik şirketining lideri Yusufjan To'xti. Xush keldingiz. Şinjan Mehri Mablag'chilik şirketining qonuniy vakili G'ulam Yasin. Qarşalımız. Xush keldingiz. Şinjan Şahsat Eg'iz bo'shliqi ambulatoriyasi tashviqot bo'limining mas'uli Qahar Abdurahman. Xush keldingiz. Şinjan Sarkar Öy Cihazları Elektr Üskünleri Çeklik şirketinin lideri Abduvariz Tursun Mehmet. Qarşalımız. Xush keldingiz. Şinjan İşenç Bilim Mülk Huquqi Vakolatchilik Çeklik şirketining direktori Ahmedjan Mehmet. Xush keldingiz. Merva ve Nazıbak markasidagi import quruq meyve zincirsimon ta'minlash şirketining baş direktori Mihray Örkeş. Qarşalımız. Xush keldingiz. Şinjan O'tanchi Yemek İçmek Mulozimat Çeklik şirketining qurg'uvchisi Abdug'ani Samar. Xush keldingiz. Şinjan Gul'oz Bio Fen Texnik şirketining qurg'uvchisi Munavvar To'xti. Xush keldingiz. Şinjan Sehirlik Gül Savdo Çeklik şirketining lideri Örgül Turdi. Qarşalımız. Xush keldingiz. Keriye El Xumar Qarchay zavodining lider yordamchisi Abdug'ani Mehmet Tursun. Qarşalımız. Xush keldingiz. Programmamız qatnashgan, bizning qo'llagan san'at suyar korxonchilarimizga yana bir qayta rahmat. Unda Husan Mehmet aka programmamizning boshlanishini munoyati dog'dug'i bilan boshlab o'tdik. Mayirlarmi taq bo'ldi, shunaqmi? Shundaq. Bugungi Abide Küldür Küldür programmamiz uchun Tianshan Tig'ining janub va shimoldan kelgan san'atkorlarimiz, mahirlarimiz hozir taqozzorlik bilan sahnamizga chiqishni kutib turyapti. Unda bo'lsa biz mahirlarimizni bir-birlab sahnamizga yetib olsak. Qani, marhamat.
Şoklap oynan canlarım, şoklap oynana. Seklep oynan hallarım, seklep oynana. Şoklap oynan canlarım, şoklap oynana. Aslan felek sadani, tomnam billen hülüzüm, bedi kullolla bani. Aslan felek sadani, tomnam billen hülüzüm, bedi kullolla bani. Yolgu çıkanlar, atı mingeller, kamç oynatkanlar, oğlakta tütsep bulup, peygi güçkeller. Sirkip kağan bozanlar, kidinlar, mene kidinlar. Ot geçen yüreğimlerge sunu zipip uçurumla, sunu zipip uçurumla, 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 uçurumla. Şoklap oynan canlarım, şoklap oynana. Seklep oynan hallarım, seklep oynana. Şoklap oynan canlarım, şoklap oynana. Ey bu vayda, bu vayda, sen yüzemni avayda. Ey bu vayda, bu vayda, sen yüzemni avayda. Pul verdi severken, baza uyduğuna vayda. Pul verdi severken, baza uyduğuna vayda. Baza uyduğu bakkalla, açıklık ne satkalla. Açıklık ne amıza, üstüyege atkalla. Atkalla, atkalla, esem birip nefsedip, nisi gelip yatkalla. Yatkalla, yatkalla, yatkalla. İçi oynanla. Seklep oynanla. Çoklap oynanla. Seklep oynanla. Çoklap oynang. Aman. Yaxshi de. Rahmat. Shundoq yaxshi. Jushqun naqshidan bir nep keldi. Biz hammamiz Adiljonga yana bir qatim qizg'in alqış chavaklarimiz bilan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat Adiljon. O'zingizni yana bir tafsiliy bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz ekran oldidagi ko'rmanlarimizga. Rahmat. İsmim Adilcan Mehmet. Ben Qaraqash Naysi'den. Qaraqash Naylik Sanat Ömek'nin icadiyetçisi. Şundaqla naqşçısı. Şu? Mehmetcan'ın ağabeyisi. Mehmetcan'ın ağabeyisi, Abdullah Akam'ın okusu, Nizat Akam'ın okusu, Hamrat Akam'ın öz okusu. Sizde biz tunuymiz. Rahmet Aka. Bek tunuymiz. Muşu bugünkü o'xshash. Mesela Jushqun naqshlari bilan eng muhimi mana bu yigitning ash yaraydigan yeri bek tirishchan bular. Ras. To'xtamaymiz da izlanadi. Ekrandami bu naqshining asli amvis ko'rinib turibdi bayatin ko'rdan oyna. Miyadimi yana ashuningga
yeterlik şu artistlarning amalining baricha to'liqlab, vaqtni ichidan vaqt chiqarib, qanday bo'lmasa harakatlarni yodlab bir şeyga ulgurib kelgan. Bu o'z ishiga nihoyat mas'uliyatchanlik tuyg'usi bak ig'i. An. Shunda bir qizg'in san'atchimiz bak rahmat. Rost qiziqkan mana naqshi. Sakrab o'ynagan xollarim degan. Qiziqkan rost. Canlarımı bak endi. Ya hakikaten Adilcan hakikaten bek tirishchan, talabchan, jafokash, ijodchan, nurg'un naqshlarni, bir qanchasining nurg'un yangilik emvilarni o'zi ijod qilib, o'zi muzikasini yozib, o'z naqshini o'qib, hatto mening bekaqvatda ancha taklif qilmaydi hozir. O'zi ishlab to'g'atdi. Shu bo'libmi mana hozir endi men naqsha Naatılıqı bizning bu xalq asosi va bu amdiliqi yiltizi xalqninki. Lekin bir taraf qilishi rasmiy zamonaviy DJ endi hozirgi ma yosh bolalarga mos keldigan. Shunga bizning programmamizga ham Abdulla dedi, haqiqatan mos keldigan. Naat yaxshi. Yaxshi davomli tirishlamaqma. Mağlaka rahmat. Adilcan gap ketmaydi-ku. Qanday maqtsak bo'ldi bu ukam Bay Abdulla akang degandek astoydilliging menga davomlashsin. Senin her qanday nomering shunda jushqunchu. Eliq usulliq naqshan bor-ku. Saray meşhur. Mod bo'lib ketdi-ku butun yerda shuning ustida o'ynaydi. Hammasi shuning ustida. Shuning o'zi bir to'kpa. Sening bu jushqunliging, bu astoydilliging davom etsin. Rahmat. Rahmat ukam. Yaqinda hamda hozir Adilniki ijodiyat naqsh kechiligiga tayyorlik qilamiz, ha? Qizg'in tayyorlik qilamiz hozir. Jimjimay to'sh qilib. Jimjimay. Nimbimiz Allah. Hamma tangli davlatimizda berimiz. Mana Adilcan dostum, bizning jamiyatda balki bizga nurg'ulg'an baholar bo'lishi mumkin. Bugun san'at sohasidagi nufuzliq bu ustozlarimizninki sana bergan bu baholari sana bergan eng katta bir sovg'at deb qarayman. Senin bu neticelerin arkalık yine bir katım kutlayman. Rahmet. Mübarek olsun. Hoş, bundak olsa abide küldür programımızını kollab kelgen sana süyer karxançı dostlarımızınki kandak yürek sözleri, köngülleri bakin anlap baksak. Jushqun naqshlarni taklif qilibsiz. Biz sizga mushaylik dasturxon, ya'ni uyingizga bir yurish bizning Abida Sudasiya, Limonal Poz mahsulotlardan sert o'zingizning urug' tuqqan yoki mana shu atrofdagi yaqin do'stlaringizning cho'ng bir to'y tuykin bir cho'ng bir sorunninki butun shu jo'z ustal ustiga tizilgan bütün şu ichimlik mahsulotlarni biz o'z ustimizga oldik. Rahmat. Hamına Aldığımız bir sabuk kıymakçıyla çok uzun kıymak var. Programımızda alayda talep kılgan Canan şirketinin yürek sözünü anlap baksak. Yaxshimsiz Adilcan, xush kelibsiz. Bugun bizga shunda bir yaxshi jo'shqin naqshini olib kelibsiz. Biz shunda xush bo'ldik. Sizga biz Canan şirketidan bir yurish chiniqacha sovg'atimiz va qabul qilib olasiz. Rahmat. Ektemeye kalsam Memecan'ı yapıp biraz. Sen onunla değişmedik biraz vakti. Sen o tüküm gücü benimkini değişmedik. Yaxshimsiz, bizning shirkatniki sizga 500 yuan qiymatidagi turmush qayg'isi bilan shu Fransiyada import qilgan bek saqalaga uchun ko'ngil sog'imiz bor. Qabul qilasiz. Rahmat. Sakal degan, ilip toza. Adilcan qanday yaxshimi? Qanday bo'lamiz? Sen sakniga chiqsang bo'ldi, sakin degan o't chiqdi o'rnida gap yo'q. Rahmat. Mo'ligirin Abdullar bilan mashinaning asrash mulozimatini. Shunday qayerda bo'lsang, shu yerda mushu mulozimatdan har vaqt bahramand bo'lib turasiz. Rahmat. Adilcan, yaxshi tutasiz. Qanday bo'lgangiz yaxshi. Sizning to'liqni uzun bo'ldi. Bizning mahsulotlarimiz uyingizda haqcha yo'qmikin dedim. Bo'lsa-mu hamda men Qarqashnoydagi Umid so'z sarayida bizning bir tarmoqimiz bor. Shu yerga o'rnashtiray. Sizga bir dona ximiya yug'urish mashinasi, bir dona tabassum kunchizago, yana bir dona tabassum qiyma qilish mashinasi. Ya'ni 3 turlik tabassum mahsulotini so'q qildim. Go'sh osonli bo'ldigan bo'ldi. Go'shli bo'z qag'a. Go'sh sizni chaqiraman. O'tgan giday.
Adilcan yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ben şahsat ig'iz bo'sh ambulatori. Siz mayli Urumchida olamsiz yoki Xotanda olamsiz? Bizning Xotandagi adresimiz Navaq yo'lda, qayerdan baq sho'rxonasining yon tarafida. Agar o'zingiz yoki uydagilar qaysi bo'lsa, tish yundirish olamdi, ratlash olamdi yoki zamanskilash har qanday turda biz 1000 yuanlik e'tibor kartasini buni sovg'a qilaylik. Rahmat. Adilcan yaxshimi? Yaxshimi, Abdan taxmiz. Siz qachon bir necha kun agar qaytib qolib qolsangiz Xotanga, men sizniki aeroplan biletni ochib qo'yib beray. Rahmat. Tudun sanmı? Bir kilişle yaparsın o kadar. Arkadaş bana kızdı mı ki de mimar çıkardınız mı? Adilcan yaxshimi do'stim? Yaxshimi. Bugungi naqshingiz muborak bo'lsin aytdi. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lsin. Klublarda o'ynagandek o'ynab ketdikdek yaxshi bo'ldi. Men kuldirga belki yarashdi. Rahmat. Mayli Qarqashda iste'mol qiling, mayli Urumchida iste'mol qiling, bizning ham o'rinda tarmoq do'konlar bor bo'lgan ekan. Sizga 2000 yuanlik bizniki o'tanchi qalago'shlik Uyg'urxonimizniki iste'mol kartasini sovg'a qiling. Rahmat. Rahmat. Buni Qarqashga ichilmoqchi bo'libdi-ku? Ha, mush bir oy Ashadli yurasan bo'ldi. Uydagilar bo'lsin bo'ldi. 2 yilgacha ara yapılamiz. Rahmat bilan. Adilcan xush kelibsiz. Sizning oilangizlarning ichimlik suyini texmo sifatli bo'lish uchun zakar shirkatimiz bozor solgan oilada ishlatilgan sap suv ishlab chiqargan suvni saplashtirgan uskundan bir yurish sovg'at qilib olsak, undan sirt uy jihozlari setib olsangiz 2000 yuanlik e'tibor kartasi sovg'a qilsak qabul qilasiz. Rahmat. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Bizning Gulo shirkatimizning mahsulotidan bir qop sovg'at qilsam qabul qilsangiz. Rahmat. Xush kelibsiz aka. Sizga bizning shirkatimizning Marva va Nazu bog' ne'matlari markasidagi import quruq yel yemishlaridan Toyin Tour Supsining 1000 yuanlik iste'mol kartasini sovg'a qilay. Mahsulotlarimizning sizning oilangizga texnik sog'lomlik olib kelishini, ham sizning ijodiyatlaringizga texmo kuchmadat, g'ayrat, shijoat ato qilishini umid qilaman. Şimdi ben bir 3-4 nakşı icad kılıp ya. Kalk çıkızdık mı? Oldu. Şirketlerden nakşını kıpratımız. Makul. Rahmet. Ben buldu kalkıyget, işligini kalkıyget. Adilcan hoş geldiniz. Yaxşımısınız. Sizge bu bizdeki sihirli gül markamızdaki günlük turmuş buyumlarını Xotandagi tarmoq şirketi xizmat xodimine yetkazib bersa, rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Kötürüp avar olmayız ki. Yaxshimisiz Adiljan aka, xush kelibsiz. Men sizga Koreya Al-Xumar Qarachoy zavodida ishlangan alayida Qarachoydan bir yurish, undan keyin yangidan bazaga solgan Al-Xumar ochiq suvlarimizdan bir yurish sovg'at qilsam. Rahmat. Ustozlarningki qimmatli taklif fikrlarga ko'pdan ko'p rahmat va shundaqla Abida Küldür programmamizni qo'llab kelayotgan san'at suyar korxonchi do'stlarimizning ko'ngil sovg'atlariga yana bir qatim rahmat hammanglarga. Hoş Adilcan, yaxshi asardan birini keldim. Yana davomliq Abida Küldür programı sesini qarşıladı. Rahmat. Yandaki sahnede bizning javlon illerimiz sev uchun choy demlab tayyor turibdi. Qani. Sen bir nasib bermamsan? Men asli bormoqchidim, yana e'lon qilgan numarim chiqib qoldi. Bir nasib bermamsan sen? Men birman. Sana bizniki shu Urumchiga qachon kelsang, mangulik yotadigan uyimning bir eg'iz uyining ochiqisini berdim. Buning o'rnima? Ma'qul. Merhaba. Küldür, elini küldürer. Alacakka yaman qiyqasish ketdi. Bir 80 kirgan bir buvaymi o'yinda? Rahmat aka, Küldür programmasini yana bir palak ko'tarib etdik. Rahmat. Mush Küldürni taxim yaxshi chiqish uchun Adiljan akamni alohida Xotanni taklif akalda ish qilib, haqiqatan yaxshi bo'ldi aka sizga. Vaqt chiqarib taxim bir baltaq usti ko'tarildi cho'masakna. Haqiqatan Adiljan akamning ikki qiz so'zini anglaylik. Küldür programmasi orqali barliq ekran oldidagi tomoshabinlar bilan yuz ko'rishganligimdan tindirib xushalman. Shundaqla ustozlarning yaxshi bazasiga erishdik, korxonalarning yaxshi qo'llashiga erishdik. To'g'ri. Xo'sh. Mush programma orqali sizlar bilan ko'rishganligimdan nayt xushalman. Ishinglar o'ng'ishli bo'lsin, tininglar salomat bo'lsin. Sizning ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin aka. Boshqa yo'llaringizdan gullansin aka. Rahmat. Küldür, elini küldürer. Görüvatqınыңlar, Abida yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abida şirketi tajdarlığıdaki Abida Küldür programması. Programmamızını Canan Haçkuçularını bazağı sağan Şinjan Canan Pen Texniki Import Export Çeklik şirketi alahidi talep kılgan. Programmamızını Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Halkara Sodi Çeklik şirketi alahidi kollagan.
Şinjan Tabassum Elektron Fan Texnika çeklik şirketi Küldür Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, toңlatqu, kralgı qatarlıq aile elektrik üskünleri bilen mukapatlaydı. Akini oturunglar ballarım. Çin qaçıdırını tuz boğuç kep qaldыңlar o soğudluqlar tügüdü ma? Hazır tügüdü apa, hazır tügüdü. Nimda chiroyli tuz oldingiz apa? Qarama Qirg'izistonning chiroyliqiga. Oy, megalar oltuma nima buniki. Apa, qayerda aldingiz buni? Şinjan Canan şirketining yengdan import qilib bozorga salgan Qirg'iziston yurishligiga. Pek chiroyli qa? Ha, undaqda men opamga deb bu qitimliq yangi uyimizga mush Janonning Qirg'izistonlaridan alsaq bo'g'idaka. Oy, naq mushu bo'ldi kejimo mushu. Xotirjam bo'ling qizim. Xudan bilan ikkimizchi sizlarning yangi uyinglarga bir yurish setib oldik. Voy, o'zamning opsida, o'zam opsi. O'ydimi Janon? Yenimdimi Janon danga apa? Yeni gap talab qilishga boshladim. Qani, qizim, meyvelardan ağaç o'tiring. Mushu meyvelarning obdini banan, chini qachilarning obdini Janon emasmi? O'yganmisan, Janon? Xotinning oldida bo'lsan, yomon deb chiqar. Canan yürüşlük qaçquçuları. Çayda. Hay. Canım kılavuz. Mehmetcan qani? Men bu yerda. Sen benim iş qotsa? Abiden muzdakisi tekin peyzi. Bilmemse? Bilmaylikka boşluq qilib ketamdi. Ya abiden issiq ichib saqammi ya? Men abiden muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ulan muzdak bo'ldi. Sen abidani salsan oldi-ka? Suvoqqa qechib ketmasin. Hadi qalaymi? Abida soda suyuning lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, Mehmetcan. Zakka bilan yurgan bar yigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Hamma hayron has qoldi. O yigit dediki, "Annanna kayimiz aksi ana shundaq rohat, hayron bo'lish behojat." Annanna bu vaqtla kayimiz aksi. Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, şirkat qurish, tamojna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patent iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Arzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketidan boshlang. Hurmatli ustozlar, qarg'anchi do'stlar, shaxtimizga yakandan kelgan mehmonlarimizni taklif etsak, marhamat. Marhamat. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Suna çaldım tet tet, avaz çıkıdı tet tet. Suna çaldım pet pet, avaz çıkıdı tet tet. Bizim yalan moda dek tolgap mağdı git git. Bizim yalan moda dek tolgap mağdı git git. Bunu git 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 git. Vay! Vay bu, siz nima ish qilyapsizlar bu yerda mijaz bosh o'g'avaldek to'lg'ab boshirib bu? Bu kimga desam, silamitinglar Xilil Xo'razning avlodi Xo'razniki xo'. Voy! Hammalarning kuldir kuldir programmamizda qatnashib qolganlarga muborak bo'lsin. Voy, 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 voy. Ajab chiroyli o'ltiriblar, jip qamajan tizgandek. Qash ko'zinglar bek yarashgan G'ozi Ahmad sizgandek. Cho'chiridek og'zinglar, go'sh kirdidek yuzinglar. Qo'muchaqdek o'ynab turdi hammanglarning ko'zinglar. Hammalarning bovaylari aman, mo'maylari esa, akalari ag'rimay, inilari indimay, achilarning achchiq kelmay, singillardan qapiq tirilmay, cho'ng ballari sho'q-sho'qqina, bovoqlari o'maqini obdan turishlima. Yurishlar meymonlar. Xo'shlik kanatda mashrab qilibdi deydi. Shu yerga boshlay. Oldimizga akalada sho'rp bo'la go'sh. Nima? Xo'sh? Oy, maylamisan? Xo'sh. Voy, posh. O'shirpa, to'xtanglar. Nega maqdinglar? Mashrabga? Mashrabga? Ha? Voy, mundaq dum dum munda dab ilolmasliga. Dablarim yerlab tugida, lekin men laplarim qoldi. Ha, qanday bo'lsin, bu aziz mehmonlarga ashu laplaringdan bir kaju to'kmansizlar. Bo'ladi. Anda olsa men laplarim aziz mehmonlarga yaramay qolib qolsa, silbi meni chandolmay og'zingni 48-kalashdek ichib, achkudek marab rasmaqama. Bu shundaymi? Ha, qana. Ota pona. Atamanma? Ha, başlayalım. Ha, başlay. Başlayayım ben mesela. Başladım. Ha, başlayalım. Bir gün ya. Vay kana, muşuma, idonlu pona. Atay. Ama sebe, ma polurum manda kamlaşmay kılıp mimalı kürmey kalsa, sebe çandurmay koltuğunla kıçıklap boz kılıp rastım akıma.
Mana shundoq. Qo'yasizki, qo'y. Qana, qo'llaringni etinglar o'shirib. Atay. Başladım ben mesela. Başlanglar. Bir kuni Bak adamı taqozo qilmay qo'llaringni bo'lsa etinglar. Bo'lmasa men ketay, sizlarmi ketinglar. Oy. Men kanalım ekan. Yaman bek yamanlayotgansiz qo'sqitib cho'kandek. Bunda cha, ha? Men o'rtaga mimalining orasida bunda yuqurqan bilsam, juyak kesivali bo'lib qolib qolsa, men atgan po'di kulib bo'lolmay, tiliqib qilib chatoq chiqsa qaqqalaman meni balaga. Shunga menda bir iddiajat tayyorlik qilib olsin deb badallarga qichiq olashib qo'ydim. Endi rasmiy ataman. Etinglar. Atay. Aşı men mishinchilik vaqtimda shu xalqaroliq po'chilar musobaqasiga vakil bo'lib biribdim. Shu nomli dongliq bir po'chi bilan po'chib bilib, 3 qarshi 4 natija bilan ustunlikni egalladim. Ey o'shirpo. Aşı men atgan po'da musobaqa bo'layotgan zalning tomlari g'aroz titrab, turklari qaroz qurib sinib, o'g'izlari ichilib, odamlar taraf chishib ketdi. Shuni o'g'lim men o'zim yolg'iz xalqaroliq xoshu medal mukofotiga erishdim. Ey o'shirpo. Atta po'da. Yana-chi? Yana o'tgan yili ikki oylamdiki siz suozga bo'slab ketib suv chiqib ketgan. Men o'ngdan o'ssam bo'larmi, so'ldan o'ssam bo'larmi? Yo shu uchdan o'ssam bo'larmi yo deb tursam, yuqoridan kantimizga tekshirish kelgan bir boshliqning pikavi o'sha to'xtab qoldi. Men o boshliq bilan shuni o boshliqning pikavi to'xtab qoldi. Men o pikamni xeyr yerga haydab berdim. Shunda shu yerda menmi batim, o boshliqning mashinasi sizning uyingning oldidagi loyiga petib qoldi. Biz o mashinani kendimda ishtirib chiqarish berdik shu. Unda haydab oldim demisanglar bo'lar. Adamni chondir. Men bilmayman, o boshliq mening akamga emasmi? Shunda biz boshliqning mashinasini loydan ishtirib chiqarish beribdik. Boshliq bizga rahmat ukam deb qo'ydi shu. Uni akamga davom qilsanglar bo'laverdi. O sizlar unda deganingiz bilan men o boshliq bilan Bijdal oliy tamakini birga chekdim. Bu to'g'ri. Boshliq bir tal tamakini chekib, yerime kelgan tashitib, mashinasiga chiqib ketibdi. Sizlar qoldi yerimini yadilib chekdingiz shu. Buraya o'tketga o'xshaydi deb o'qasam. Mana qosam ikki odamni bir qo'yib turibmi bular ikki chipak o'xshaydi ekan. Kastima o'xshaydi ekan. Bir nas birini qitib ekan. Men so'yida. Jalloq kechmadi ekan. Ben o boshliq bilan qizg'in paranglashdim. O boshliq sizni nima deb chaqirdi, siz nima deb javob berdinglar? Boshliq menga "O'sho ne dungbudong" debdi. Mening ismim O'sho, menda pangzim O'sho, o'stan chuqur dungbudong dedim. Hey, o boshliqning "O'sho ne dungbudong" degina, men gap qilsam gapini uqamsiz degina, sizda bunda dungbudong bu chuqurmi deb so'rmabdi buni. Davlat tilini obda o'rganmaysizlar. Mana shunday alijoq so'zlaysizlar. Ishqilab, men o'lini bek kuldirib etdim. Sizlar qachonni qasmi shunday quruq po'yitib, daftarangan ishaganga ya ketib, bika lag'aylab shugicha, kanita ochgan fan texnik kursi qatnashsanglar-chi. Ya qadash. Men burun unda kursga to'liq qatnashgan. Aqshan shu kurs yana bu burunqa o'xshash. Mi ama, mash, mish, mush, mash, 1 2 3 4 5 o'g'ita shu. Voy yo'q, undaq emas. Men hozir fan texnik kursi deyapman. Mevli daraxtlarni qanday formulash, qaysi vaqtda ullash, qanday doğrulash, ziraatni unumli o'g'itlash, ochiqsiz chalg'itlash, bu yil tergan ziraatni kelar yili almashtirish, asalasi orqali mevli daraxtlarni chanlashtirish. To'xtang. Bek jiq yaqib ketdinglar. Voy bu mushunchalar jiq fan texnik o'rganganning nimaga foydasi bor? Nimaga foydasi bor? Ey, men fan texniki orqali yuzigiligini gullandigilar va uni kuchaytdilar. Shu orqali men kirimimizni ko'paytgan bo'ladi. O men bu fan texnik o'rganmasam o'tgan yili kivasiribdim, kivazrim Leyla Qozoqdek eshib ketdi. Terib ololmay yaliga shishib ketdi. Shundaq, men boshqa dehqonlar kivazini yuqurba satdi. Ya'ni chiqimini chiqarolmay, qarzdorchilik gadangiz patdi. Shundaqmi? Patmas o, patmay o, g'aval o'g'andikan pul degan aldirmay topmiz. Men hozir fan texnika orqali ilgarilayotgan yangi davrda quruq po quloq yoqmaydi. Sizdek bikatalab yoshlar jamiyatga hargiz patmaydi. Bakatalab? Kelmayman men. Oy, biznes situatsam pul to'layman. Chiroyli qizlar yiqilsa yo'layman. Mashab yo'q yerda turmayman. Olaymag'anni olmayman. Akam bilan vaqlashgan dadam akam bilan vaqlashmayman. Dadam bilan vaqlashmayman. Ey ahmoq, mening da'vatnim, men yangi davrdagi yoshlar qo'yilgan ideya axloq. Va sizlar qachongacha shunday quruq po'yitib, aqmaskani sitib, biror hunar kasb o'rganib ish qo'llashmay yurasizlar? Shu kasb orqali ish qo'llashay deb hunar kasbmi o'rgangan bo'lmasa? Qachon o'rgangan hunarlaring chola. Shu, men o'rgangan hunarli bek to'la. Masalan,
Мәсәлән, ягаччылыкта игыр ягачны көтәгеле салаткан, навайлыкта түтүн көзүн яшалаткан. Сәтрәшлыкка көнекәмедем, сайпаңлыкны үгенәмедем. Ашпазлыкта пачак талаткан, касаптык косак угынап калаткан, түнүксәдик туклап таңлап калган, зәгәлек Boş kalan boldu. Vay can. Vay yey. Oy o bana sebebini mi cık gelsin lan. Şunda qılıp bu nənin bəzine ügünəmədim, bəzine axırı çıxıb tükütəmədim. Bəzine bana yakmadı, bəzine ügünüb dükasam baxmadı. Şunu olan pultap çıqa qolam, işqıqılı çolam yok. Ha minimum mügüsep, dükünümdə bügüsep jüdüm şomuş. Selim muşunda jürüp kiliş turmuşunu qandasıla. Atanam ba, baxıdu. Atanam ba? Vay bala qalan atana. Hey, bu atanam sılıq qaçanğıcı baxıdı ha? Qaçanğıcı? O atanın degan balvaqını biqishning cheki yo'q. Ularning ömrünün çıkı vardı. Bu da gep var benim yani. Men matarpini o'ylab baxmapti men. Ishqilab ata-onam o'lib ketgan taqdirdimi? Menga uy o'yla, qozonchi o'yla, mo'zayliq, inek, taxaliq, eshak, oltin kumush, pulkishak, yayayotgan sigal so'pak miras qog'izib ketadi. Ashuni sitib yeb, ashu men boyning bolasi deb atigacha jinimni joyaytiman. Hey ag'ina, balki biz yashayotgan mushu tuproqni gulga olishimiz eng muhim. Hozirgi yangi davrda quluq poq quloq yoqmaydi. Bilimsiz nadan odamning ishi hech yerda oqmaydi. O ticaretde pul tapkan diken, dihonchilikda ketman chapkan diken bilim bo'lmasimi bo'la? Bununla amaliyot javob berdi. Kitap o'qimagan, fan texnik o'qimagan yoki maktabda yaxshi o'qimagan bilimsiz odamlar palaksiz xamakka, jip uzilgan leglakka, tuzaksiz g'ajakka, qilibsiz kesakka, nuqsiz eshakka o'xshash bo'ladi. Bo'ldi ag'ina, mening muhim ishim borda, men mang'ashtiray. Eshakka nuqtasam qo'y, bola, nuqta. Oy, to'xta. O bilimsiz adam men. Özem gözem nuqtalı men, koşok. Ey İsset. Şuncha vaqtim bir po deganni bo'lishig aytib, ishlamay yeb etib, o'zimning bir adam deb yurib, manamda deyotgan eshak bo'ldimmi? Ötüstin çıkarsan at. Bolması tiriktap bulup bana şundak işekten orada hangrap yat. İmalar rahmet. Salam möhtərəm bahalıqçı ustazlar. Töhbkar karxançılar. Temin ablayar abınızdan. Şirali Toxtudan. Həmmələrə otlu salam və ali ihtiram. Həmmələrə yəkən naimiz ki, hər millət xalqının salamını yan bir qitim ilib geldik. Salamet olgaysizlar. Hay. Aldıyma aytyon. Nima va? Men mi seni qalab yaşaşılık qilganda aytishga gap qilmayman, aytishga gap qilganda ma'lumga gap qilmayman, ma'lum gap qilganda kayxonchiga gap qilmayman. Jibtum nada. So'zlar yutira va, saqlama va. Xo'sh, mana bizniki bu yakanda kelgan bu ikki mayirimiz nati yumristik kulturguli bilan hammalarga nati zoqat taqildi. Tövəndə biz ustazlarımızdınki bir təklif fikirlərini anlap baxaydı. Nəhayət yaxşı, məzmunluq, tərbiyə əhəmiyyətimi var, həm nəhayət qiziqarlıq, esil əsərdən bir təkəbsizlər. Həm də Abdullah Xalmurat biz həmmimiz bilimiz. Karxançılar həm də həmməylə düşünəmsizlər bilməyəm. Bu aşı bizninki yəkəndəki peşqədəm, bizim peşvarımız, bizning kültürgə, bu şu itot, qiziqchilik jihati zo'r to'kib qo'shgan bizningki peshqadamimiz To'xti Qurbon Saidninki navrilari hamdi bular mana aytganda Shiraliyev kam amaliyotdan navrisi. Abduliyar shu Abluz To'xti Qurbonninki o'g'li. Hamdi bular ashularning izini bilsa hozir tirishchanlik ko'rsatib to'xtamay bular bek tirishchan bular. Mayli kulturga bo'lsin, itot bo'lsin, hatto sergarlikdan tortib shunday egallab turib Boğusunun, atıllarının, akalarının izini bilsek, nahati yaxşı yetişip çıktı. Bolup mama şireliğini görsek, biz merhum Abdurrashid To'xtini ko'rgandek bo'lib qolamiz. Əslaymiz. Şunun için biz hem hayacanlandık, hem sizlerden xursand bo'ldik. Əsrlardan biz bu terbiye aldık. Rahmat fikirlerim. Rahmat. Nijatkan nahayet yaxşı baha berdi. Biz sizninki dadanglarning kulturgilarini ko'rib, davomli birga ishlab, birga sahnada kechiliklarga qatnashib kelgan. O'tgan sizlar kelib qatnashgan vaqtda biz sizlarning bir nomerlarni ko'rgan.
Şu çağdımı biz özümüzdeki göz qarashlarımızı degen. Bu da yani şu va'dalarga amal qilib intayin qizg'in, nayt astoydil tayyorlik qilib kelibsizlar, mana ko'rdik. Bu küldürgü belki Jungo'da hamda Şangshang o'xshaydi. Şangshang o'xshaydi desak bo'ldi. Uzun yıllar tarix. Ha, şu küldürgüni biz hamda sizning dadanglarninki, uning dadisining degandek cho'ng ustozlarning og'zidan anglagan. Küldürgü degan hamda şu Jungo'daki cho'ng sahnadagi Şangshang degan narsa shu o'xshaydi. Bizdimi baka bu deb ashta tushungan. Sizlarga ko'p rahmat. Yana davomliq tirishib dadanglarningki izidan texmi mahkam besib menib ularning biyoyan tarafdami alohidligi ajoyib kuchli. Hozir tillaringlar, biyoyanlaringlar yetishib etibdi. Bizning umidimiz Abdulaziz do'stimizga o'xshash, sizning otangga o'xshash küldürgüdimi biyoyan bo'lish kerak-ku. Bu texmi ta'sirchanlik kuchiydi. Bizning sizdan kutadigan umidimiz texmi zo'r. Rahmat sizlarga. Şirali, Abliyar, köpten köp rahmet. Hazır ben demişsem mi ustazlar aytdi. Sizlarninki bizning bu programımızga xeyli hassanlar bacımı fikirlerim. Belki yaxshi nomerlarni aytyapsizlar. Belkim köpçülükmü, ekran aldıda ko'rayotgan köpçülükmü, belkim sizlarning bu nomerlarni ko'riblar. Abdurish To'xtakam, Abdurish To'xtakamlarni asildi. Shular aslattinglarda hesapda bu qo'sh kishilik güldürge, yolg'iz kishilik güldürge bu so'z o'yinlari bizning teatr qomusining ichidagi alohida bir tur bu. Buni sizlar har qachon izchil davomlashtirib kelyapsizlar. Texmo yaqinlashaydi, texmo hamda sakindagi jiddiyliklardan to'liq qutulib, ichilib texmo yaxshi o'ynanglar. Buningdan keyingi sahnalarda shu so'z o'yinlarini davomli ko'rib turaylik, sizlarni davomli ko'rib turaylik. Rahmat fikrlaringizga. Rahmat. Rahmat ustazlarımız şundak yaxshi bahalanıp bədi. Demek bugünkü bu sahnimizgimi ana şu ustazlarımızdan Abdulaziz To'xta bu ikki öyləni özü yiteklep sahnimizge ep geldi. Şuna kızgın alkış çavaklarımız bilen bizdenki şu ustazımız sahneye teklif. Salam bağlıqçı ustazlar, sanatkarlar. Salam hürmetlik töhbkar özümüzdeki mahsulotlarimizni bütün dunyoga tanitish yo'lida izlanayotgan jafokash korxonchilar hammanglarga bugungi shu kuldir programmasiga qadam tashrif qilish munosabati bilan yakandagi har millat xalqining o'tliq salomini yo'llayman. Ishlaringlarga qutlug' tilayman. Rahmat. Men bu kuldir programmasi tarqalgandan keyin men izchil turda shu programmani yoqtirib ko'rib kelayotgan bir ko'rurmanning birisiman. Endi men 4-qaror sanni suratga oldiganligini anglagandan keyin shu ikki o'g'lim ya'ni Sheralijon, Abliyarjon bu ikkilan aktif bo'ldi. Shu farzandlarimiz itot o'rinlagan, kuldirga o'rinlab sahnada chiqmagan. Endi itotda ko'proq pishqandan keyin kuldirga o'rinlash saviyaga yetkili bo'ldi. Chunki buningda nurg'unlagan o'rinlash metotlari saviya, endi keyin shu obraz yaratishlar ko'p narsalar bir kuldirgildi ifodalanadi. Ham bizmo bayatın ustozlarimiz degandek atam To'xta Qurbon Said, anam Buxlicham xonimninki yetakchiligida biz aqlimiz kelsak, shu ota-onalarimiz yakan naylik naqshlamagninki komediya drama artistlar ekan. Shular bizga ustoz ham yetakchi bo'lib, ham ota ham ona bo'lib 80-yillardan tortib biz xizmat qatnashgan. Shu vaqtdan boshlab bizga kuldirga etotlarni o'rgatib sahnaga olib chiqqan. Biz her türlük to'salg'ular ve her türlük jafolarni yengib shundaqla mana shundaq ustozlarimizningki, korxonchilarimizningki qo'llab quvvatlashi bilan bizni olqishlab madad berishi bilan biz xalqimizningki qalbidan o'rin olgan bir san'atkorga aylangan. Bizdeki adabiyat san'atimizni gullantirish uchun shundaq harimay talmay töhbelerini qo'shib madad ilhomlarni berib turayotganlarga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Har qaysinglarga rahmat.
Hoş, dağısı ustazımız nayeti cepat atıp bana işköylerini yaxşı terbiyelep kepti. Tövenden de biz Abide Kültür programımızını kollap kelavatkan karxançılarımızdan köngül izharlarını anlap bakkan bolsak. Yaxşımısınız ustaz, bizden yaş, talantlık sanatçılarımız göz tegmusun. Hakikaten atı miras boptu. Biz küçük vaxtlarımızda Abdüz ustaz, Abdüz ustazlarınki şu humoristik itotlarını, küldürgülerini kürüp çoğun olgan. Sizlerge men Abide Marks'taki mineral su deyimiz, karbonatlık, gazlık çimlik deyimiz, meyve şerbetleri deyimiz. Bizden bütün mesulatlarımızdan bir yürüyüş, köngülümüz var, kuvul kılgan bolsanlar köp rahmet. Yaxşımsızlar, tinch kepsizlar. Sizlarni ko'rib bilgan nayt go'zal aslimlarni eslab o'zim shunda hayajonlandim. Sizlarga Canan şirketininki qo'l bilan oltin hal berib ishlangan xristallaridan ustozni qetib, har biringlarga bir yurishdan ko'nglim bor. Sahnadan tushganda topshirib olsanglar bo'ladi. Naqmishak akab qo'ygan. Rahmat sizlarga. Yaxshimsizlar. Bayam numaralarini ko'rib, hamda ko'z oldimda, qo'lg'imda sizlarnikini ko'rib, anglab turgan bilan amaliyotda xiyolimda Abduz akamlarniki burunqi o'yinga etotlari ikkisini tan ko'ygandek his qildim mavzum hozir. Shuni yuzdan sizlarga bizning shirkatimizniki Fransiyadan import qilgan bek saqalag'och hamda turmush qog'ozlaridan 1000 yuan qiymatidagi sovg'at qilma. Birisiga 1000 yuanmi yo? Uchiga 1000 yuan. Dörtіңлаға. Мен mi var mı? Abay diyenin emis men içinde ben var. 250'de keldik ya. Das 10 numara olsun 10 xil. Va men satsam bulam da ne? Pişki qağaz yığıb alğan buldun sen. Aldırap hesap qo'yamadik, bämay qo'yam do'stlar. Yaxshimsizlar, intayin küldürge layık numar bo'ldi deb qarayman. Uchanglarga tabassumning yangidan ishlab bozorga sağan Kungchi Jago, ya'ni shu havo qazon deb bir mahsuloti bor. Şundan bir taldan soğuk qilay. Qanday yaxshimsizlar? Oldin qarorda bir uchrashgandik-a, bu da yana kelibsizlar, davomli sizlarning kelishinglarni umid qilaman. Bu da Abduzkam kelibdi, aytdi, so'yindim. Endi oldin qitim sizlarga men shu mashinanglarni yaxshi asrash mulozimini so'qib turman. Oldin qitim yakanda bilib oldinglar-ku do'konni. Ko'kkaptar tarafga aylangan 200 metr yerdeki karvan avtomobil klubuga. Şununla sizlerning mashinanglarga, hammalarning 3 yillarga 2 yillikdan Moligirni Abdullah bilan asrash qilgan misol. Arayın ağrıp durup deyirken 3 maşını kadar. Senin mengülük olap ketdi. Seni ona buna maşinisi düşürdü de boyap kaldı. Ustazlar gıdıklaydı. Sana taqdim qilaversa, apır satqil tutsan. Atagir yasat. Moligirni satdim. Dükandan birini açsan bo'ladi. Bir tağa yig'ilib aytgan men arsi kirib o'tsan bo'ldi. Ammo bizning shaxsiyat ig'iz boshlig'i hozir Urumchida, Xotan, Aqsu deymiz, Shaya deymiz, Qag'iliqda. Yaqinda yaykandimi bu tarmoq doktorxonamizni qurishni o'ylayapmiz. Endi tan saqliq, zo'rbaylik deb jiq kasalliklarning hammasi odatda ig'iz bo'shliqni kelib chiqadi. Ig'iz bo'shliqimizning sog'lomligini asrag'an vaqtimizda o'zimizning badan sog'lomligimizmi yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Shunga uchunlarga bizning shaxsiyat ig'iz bo'shliq doktorxonamizdan davolash kartasi, e'tibor kartasi 1000 yuandan jami 3000 yuanlik davolash kartasini sovg'at qildi, qabul qilgaysizlar. Hey, rahmat. Nayet yaxshi ko'ngil izhor bo'ldi. Abduzga yaxshi kelibsiz. Ishga nayet kelishga o'g'lingizni boshlabmiz, so'ranga nayet baland numar ekibsiz. Biz ham Mehri shirkati sizlarga bir ko'ngil so'g'iz qilsak, yakindagi vakolatchimiz orqali siz va o'g'illaringizning oilasiga bir yurish Mehri yuvish buyumlaridan bir yurish. Bu eg'inasi shu, buni hozir bu yerda tutqizib qo'ysam, ektamaysiz, sopon, qachish degandek. Kiyim juyish. Andan keyin IMC deb bizning shirkatning yana bir markasi bor. IMC markasidagi charch asrash buyumlaridan bir yurish. Andan keyin 100% sap vodka deydigan aslimiz bor. U asallardanmi bir yurish so'qisa. Rahmat.
Aslının ismi kızık yine. Ot tutamdı. Asel tutulduğu aselde. Gradus ve aselde. Asel şu kayıp kilip çıkırdı asel. Asel yap cidel çıkırdıgan bulup kalmış oldu. Xush kelibsizlar. Sakkar elektr uskunalik shirkatimiz bozor sog'an 3000 yaqin muddatdagi sapsu ishlab chiqaradigan uskunni birini Abdulazikamning oilasiga ko'ngil qilyapsam, ana ikki og'inimizga 1000 yuanlikdan Sakkar uy joylik shirkatimizning uy joylik setib olish shiltan itvakkasini so'qiysam, qo'l qo'yaysizlar. Rahmat. Abdulazizga sizga bizdan sig'inib salom. Mana bugun Shirali inim bilan Abdiyar inim Naiti yaxshi bir kuldirgidan birini o'rlab berdi. Bizningki o'tanchi Shinjongning har qaysi joylarida 16 o'rinda tarmoq do'konlarimiz bor bo'lgan. O'tanchi Kalago'shi Uyg'ur xonimizningki yakandagi biz 4 o'rinda bor, sizlar bilasizlar, men nurg'un qitim borgan. Uchinglarga 1 yillik har biringlarga 5000 yuan qimmatidagi haqsiz tamoq bileti so'q qilsam. Rahmat aka. Bana pişirim yıllık bir su kaçıncı kırak işimden. Hamburg polkalarını koşu versek tekimiz ayrı düşürdük ya. Xush kelibsiz Abdulazada, Shirali aka, Abduliyar aka. Sizlarga bizning shirkatimizning Marva markasidagi import quruq mevalardan bir ish yurish jami so'qilay. Shirkatimizning xomlari, o'rik qoqlari, mag'izlari sizlarning mushu jushqin holtinglarga texmi jushqinlik qo'ysin. Quvvatinglarga texmi quvvat bag'ishlasin. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisizlarni aytdim, xush kelibsizlar. Men Puskamdan bo'laman. Xo'shni Nayla bo'lgan ekan. Bizning shu seylik gul so'cha shirkatimizninki shu 7 xil turmush buyumlaridan har biringlarga bir yurishdan sog' qilamiz. Rahmat. Voy rahmat. Ko'p rahmat. Anda bo'linglar, yaxshi xush kelibsizlar. Nəhayət isil bir numaradan birini o'rinda paylanlar, japan çəkdinlər. Men sizlərə Şinjan Al-Xumar Xalqara Soğuk Çəkiş şirkəti nomidan Al-Xumar qırçaylardan bir yürüşdün. Anadan keyin Al-Xumar açıq suylardan bir yürüşdün sovqat qilsam. Rahmat. Rahmat. Anda qolsa, barliq karxanchi dostlarimizga chin qalbimizdan rahmat. San'atkorlarimizga vakolatan yana bir qatim rahmat. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda qolsa sizlarni yana bizningki ikkinchi naq maydon sahnamizga bizningki riyosatchilarimiz saqlab turyapti. Unda qolsa ashak maqsaq. Javoyinam, mehmonga choy, o'ltirdanga joy tayyorla, ha? Mehmon katta. Xo'sh, ma'qulamisa? Küldür küldür, elni küldürer. Görüvatqınыңlar, Abide yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abide şirketi tajdarlığıdaki Abide Küldür programması. Programımızı Şinjan Canan Pen Texniki Import Export Çeklik şirketi alohida talep qilgan. Programımızı Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Xalqaro Savdo Çeklik şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Tabassum Elektron Pen Texniki Çeklik şirketi Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, to'nglatqu, kiralg'u qatorliq oila elektr uskunalari bilan mukofotlaydi. Zakı bilan yurgan bar yigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Hamma hayron va has qoldi. O yigit dediki, annanna kayimiz aksi ana shundaq rohat, hayron bo'lish behojat. Annanna bu vaqtlar kayimiz aksi. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolgangiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumra barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Pulunuzda tejimekçi bolsanız Molligirin Abdol'unu işiltin. Çünkü Molligirin Abdol'u pul tejaydigan Abdol. Mesuliyetçen kişilerin tanlışı Molligirin Abdol. Telefon ve öndedar 13 5 tane 9 75 75. Hakiki import kılıngan Abdol Molligirin. Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketi marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, şirket qurish, tamojna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patent iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Arzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirketidan boshlang. Voy, mehmonlarimiz keldi. Voy, ustoz.
Qanday ahvolingiz yaxshimisiz? Qanday to'yga? Qanday ahvolingiz? Oho, kostyumlar yomon qiqasqo. Bir nas birini so'qqanda debsa. Bir nas birini ustoz tepaga. Xush kelibsiz ustoz. Alomat yaxshimi? Bu yomon o'xshab qoldi, men bilmay qoldim. Sizning o'g'lingiz Oğlum Abdiyarcan. Buni o'g'lingiz. O, qo'ymamdan kelibsiz aka. O odam sizga o'xshaydi ekan lekin. Asa ma o'g'lingizning adres xato qolibdi. Adaş, Farhat ustozlarma hamının bade bizim beraber berimizmi yo bir qana qilmaymiz. Biz ham shu bir talda qo'mi beramiz deya ustozlar. Endi shu ustozlarga janoning chinisida bir choy quydigan ishimiz bor. Biz ham bir qo'lliq ustozga bir choy tutib olay. Sen ikki o'g'liq tutib ol. Urug'laysa ham harakat qilibdi. Ben choyni qaynatgan ekan ustoz. Ana, choy. Yo yomon shakliga chiqib vaqirab ketdinglar. Ustozning birasi elishoni yo'q. O'sha ham Abdulla Abdurim ustozga pul berib turgandek turdi. Olamagandek qilib turdi. Olamagandek turdim, Ustozning ta'siratlaridan bir anglab boqqan bo'lsak ustoz qani. Bizning oilamda san'atkorlar oilasi. Men aqlim kelsam, akamlar bilan men 1 yosh farqliman Abdurash To'xti bilan. Akammo ayni vaqtida mush Yakan noyisining O'donliq esida 18-kenti, ya'ni Taqqutuqqu kentida lapar o'rinlayotganda akamni shu o'yin qo'yayotgan maydonda tuqqan. O sahnagilar. Ha, sahnadalar. Shunga bizningki hamda sahnada tug'ilgan, sahnada cho'ng bo'lgan deydigan mandaq bir bural baldirqi o'zimizning san'at tarixlarimiz bor, akamningki arxivlarimiz mushundaq yozilgan. Shar'alijon va Abdiyarjon va bolalarimiz hamda bu 3-avlod san'atkor hisoblanadi. 100-avlodga yetsin ustoz. Salomatligingizni sog' bo'lishini umid qilamiz aka, ishlaringizda o'ngishli bo'lsin. Küldür küldür elni güldürer. Ekran aldığındaki kadirli körümenler, körü atqınanlar 4-ci qarar Abida Küldür Küldür programısı. 4-ci qarar Abida Küldür Küldür programımızın xas namını Abida şirketi öz üstüge aldı. Programımızda Şinjan Canan Fen Texnika Import Export Çekli şirketi alayda talep kıldı. Programımızda Şinjan Annanna Halkara Soğudu Çekli şirketi alayda qollagan. Küldür küldür elni güldürer. Hürmetlik bahalıqçı ustazlar, naq meydandaki karxançılar, programımızga yirak yıqından qadam təşrif qılğan sanatkarlar, mahirlar. Bugünkü programımız vaqt münasibati bilan bir şeyde axırlaşmaqçı. Abida Küldür Küldür programımızı xalqimizga xuşalliq va kulki ata qiladigan nadir programma. Karxançılarımızdan özünü təşviq qiladigan amaliy qimmati bor, ko'ngildagidek yaxshi sahna. Sanatkarlarımız özünün xalqimizga bo'lgan eng isil so'g'isini taqdim qiladigan qimmatlik programma. Biz hemimiz birlikte bu isil programını barliq kuchimiz bilan qo'llayli. Birlikte taraqqiy qildirayli. Bu son programımız mush yerda oxirlashdi. Külgen çıraylık dese, küldürgen qalb texmi çıraylık deydiken, her vaqt bizning kulkimizga, xuşalligimizga sebep bo'lgan muhtaram ustozlarimizga, programımız qatnaşgan sanatkor mahirlarimizga minnatdorligimizni bildirgach, bu son programımızı mush yerda oyoqlashtirmoqchimiz. Kelar son programımızı görüşaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.